yaqinda bir do'stimni ko'rib qoldim. Kayfiyati yo'q edi. Men undan buni sababini so'radim. Xullas, uning aytishi bo'yicha bir odam unga qo'ng'iroq qilib xizmat aytgan va xizmat haqini kelishib olishgach, yarim pulni tashlayman deb plastik karta raqamini so'ragan. Uning ko'nglida yomon niyati borligini bilmagan do'stim plastik karta raqamini aytgan. Birozdan so'ng do'stimning kartasidagi bor pullar yechib olinganligi haqidagi xabarni olgan. Mana shu voqeadan so'ng ijtimoiy tarmoqlarni kuzatdim. Afsuski, oramizda mana shunday firibgarlik yo'lini tutayotgan insonlar ham ko'payib boryapti ekan. Biz barcha yurtdoshlarimizni ogohlikka chaqirilgan holda mana shu mavzudagi hayotiy voqeani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Marhamat, tomosha qiling. Plastik kartochkam yonimda. Hozir sizga SMS boradi. Firibgarlar chiqqan. Hisobim 0 bo'lib qoldi. Voy, Odil aka, nima qilyapsiz? Mashina yuvib nima zaril sizga? O't-bo'tga bormoqchimisiz? Ertaga bozorga boraman. Shu mashinani sotmoqchiman. Nega? O'zing bilasan, anchadan beri pul yig'yapman. Plastikimda ham anchagina pul yig'ilib qoldi. O'sha pulni olib, bu mashinani sotib, pulini qo'shib, yangi mashina olaman. Ha, shungamidi? Yetadimi ish qilib? Yetadi xotin, yetadi. Plastikimdagi pullar, buni sotgan pullarimni qo'shsam, birinchi to'lovimga yetar ekan. Hajja yetmasa, sen borsan-ku xotin. Voy, men qatdan qo'shaman? O't-bo'tda ishlamasam. Hazillashyapman xotin. O'zim pulim yetadi. Yetsa mayli, olavering. Ro'zg'origa qiynalib qolmasak bo'ldi. Xotiraman. Qiynalmaymiz. Mani hisob-kitobim bo'yicha yana mashinadan keyin ortib ham qoladi pulimiz. Ha, unda yaxshi. Odil aka. Ya, ke Botir. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Sog'laringiz yaxshimi? Chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirgandim. Ertaga bo'sh bo'lsang, men bilan mashina bozorga borib kel. Endi bitta o'zim zerkib o'tiramanmi? Nega? Shu toychog'imni sotmoqchiman. Yangisidan olaman. Borishga boraveraman, lekin bozorga borishga hojat yo'q. Mana internet bor. Rasmga olib qo'ying, birpas sotiladi. Ey, qo'ysangchi Botir, qayerdagi gaplarni gapirasan? Men u internetingni tushunmasam. Otang bozor, onang bozor deyilgan. Odil aka, qayerdagi gaplarni gapirasiz? Modadan qolganmisiz? Hozir hamma narsa internetga bog'liq. Uydan chiqmasdan pul topish mumkin, aka. Xo'p. Men modadan qolgan ekanman. Qani o'sha aytganingdek qilib ko'rchi? Rasmga olasanmi, nima qilasan? Hozir qoylatamiz. Salni deb turing. Mana. Bo'ldi mana. Ana endi bu yerga mana raqamingizni yozing. O'zimmi telefon raqamimmi? Yozing. Xo'p. Endi bu yoqqa narxini yozing. Mana bu joyga? Ha, bu yerga narxini yozing. Bo'ldi, hozir mana. Ana ketdi. Ana endi mashinangiz mashhur bo'ladi. Mashhur-pashhurini boshimga uramanmi? Menga sotilsa bo'ldi. Oy, begona raqammi? Labbay. Ha, mani mashinam, ha? Ha, yengidi, bo'yoti yemagan. Ha, xohlagan vaqtingizda kelib ko'rishingiz mumkin. Ha? Xo'p. Qoyilay Botir.
Mana darrov so'rashyapti. Ko'rdingizmi aka? Bir pasda sotasiz. Qoyil. Agarchi mashinam sotilsa-chi, haligi ko'cha boshidagi choyxona bor-ku, bitta lamon mendan. Qurumsa olmisiz? Qish bo'lmasa bir ikkita shashlik olib bering. Buchi endi sotilishiga bog'liq. Bo'pti, yangilik bo'lsa aytasiz. Bo'pti, hop. Uyda bo'laman. Hop. Yana qilishyapti. Labay. Ha, meni mashinam. Ha, sotmoqchiman. Shokir aka, ovqat uzatuvdim. Qo'llaringizni yuvib oling. Yo'q, kerak emas. Ishtaham yo'q. Negadir shu kunlarda kayfiyatingiz yo'q. Tinchlikmi? Tinchlik. Yoshing o'tgan sari farzandlaringning kelajagi haqida o'ylab qolar ekansan. Negadir shu kunlarda har xil xayollarga berilib ketyapman. Unaqa ko'p o'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Ro'zg'orimiz bu, qozonimiz qaynayotgan bo'lsa, Shunaqaligiga shunaqa-yu, lekin o'g'limiz katta bo'lib qoldi. Ular o'qishga kirish kerak. Agar kontraktga tushib qoladigan bo'lsa, kontrakt pulini to'lashimiz kerak. Qizimiz bo'yi yetib qoldi. Hadmay sovchi kelib qoladigan bo'lsa, to'ylarini qilishimiz kerak. Shular haqida o'ylayman-da, onasi. o'ylamay adasi, hammaning rizqini Xudo beradi. O'sha payt kelaversin, bir gap bo'lar. Olma pesh, og'zimga tush deb o'tiraversang, bo'lmaydi-da, onasi. Xo'p, unda nima qilish kerak? Mana bu plastikda oylik maoshlarimdan yig'ib qo'ygan 10 million so'm pul bor. Ertaga yana 3 million tushadi. Bozorga tushib, qizingga u bir narsa olib qo'ygan, xo'pmi? Bu pullarni hammasini ishlatib qo'ysam, ro'zg'orga qiynalib qolmaymizmi? Xavotirama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bilasan, dadam katta usta bo'lgan. Temir eshiklar yasagan. O'sha paytlarda men ham temir eshik yasashni o'rganib olganman. Bir og'aynim bilan gaplashib, uyda kichkinagina sex ochdik. Xudo xolasa, xalitdan buyurtma berishni boshladi, telefon qilib. Hammasi joyiga tushib ketadi. Ha, mayli, ishingiz omadini bersin. Aytganingizdek, kelasi hafta bozorga tushib kelaman, xo'p? Yuring, hech bo'lmasa choy ichib oling. Xo'p, boravering, Yuring. hozir boraman. Xo'p. Alisher, yaxshimisan? Xo'jay, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? O'tiraver. Ishingni qilaver. Hali yangi ishga o'rganib qoldingmi? Ha, yaxshi. Sizga rahmat. Ayni rahmat deysan. Endi ancha ish topolmay yurganimda yordam berdingiz. Endi rahmatli adeni rosa menga yordami tekkan. Men qilgan yaxshiliklarni hech qachon unutmayman. Boladan eshitib qoldim, ish qidirib yurgan ekansan. Keyin o'zim seni qidirib bordim. Sen yaxshi ishlab o'zingni ko'rsatishing kerak. Jamoa oldida hurmat qozonishing kerak. Aytgancha, oylik maosh qoniqtiryaptimi seni? Ha, yaxshi, qoniqtiryapti. Shu 6 oy ichida ancha pul to'plab qo'ydim. To'plashga ham ulgurdingmi? Ishlatmaydimi uni, uka? Ha, ishlataman. Yana ozgina to'play, keyin ishlataman. Bilasiz-ku, boshimda bitta onam borlar. Kelasi yili hajiga jo'natmoqchiman. Bu fikring yaxshi. Onani duosini olish bu juda ham yaxshi. Sendan oldingi o'rningda ishlagan yigit nuqul noligan edi. Eng asosiysi barakasini bersin, xo'jayin. Ha, bu gapni to'g'ri aytding. Eng asosiysi barakasini bersin. Agar puling bo'lsa-yu, barakasi bo'lmasa, juda ham qiyin. Ha, mayli, charchama, yaxshi ishlagin. Xo'p? Mayli, xo'p, mayli, xo'jayin. O'xshab turadi, o'xshamayapti. Aytganidek qildim. Rustam aka, mani mazam bo'lmayapti. Bugun bog'chadan bolamizdan siz olib keling. Nima? O'zing bor. Men ishlayapman.
Voy, nima ish qilardingiz? Kompyuter o'ynab o'tiribsiz-ku. Bu nima deganing? Kompyuter o'ynab o'tiraman. Men pul topganman. Pul topganingizda oldingi ishlab ketgan joyingizdan bo'shab uyda o'tirmasdingiz kompyuter o'ynab. Birinchidan men o'zim bo'shaganim yo'q. Meni bo'shatishdi. Nima emish? Meni ish uslubim ularga yoqmaganmish. Ikkinchidan, o'yin o'ynamayman, pul topganman. Qanaqasiga pul topasiz? Nuqul pul so'rasam pulim yo'q deysiz-ku. To'g'ri, hozir yo'q. Lekin tez orada bo'ladi. Xotin, hali shunaqa katta pul topaman, pul tegida qolib ketamiz. Kompyuterga tikilib, ha? Qaloqsan-da. Tushunmaysan. Hozir uyda o'tirib ham pul topish mumkin. Ko'chama-ko'cha sang'ib yurish kerak emas. Biznes reja qilib turibman. Agar o'xshab qolsa, aniq pulimiz ko'payib ketadi. Ha, bo'pti. Nima qilsangiz ham halolidan toping-da. Men senga yosh bolamidim? O'rgatmagin. Bor bolani olib kel. Bo'pti, men ketdim bog'chaga. Bo'pti, yaxshi borib kel. Qolib ketmasa yana bola. Adasi yaxshi o'tiribsizmi? Voy, bu adasi namuncha? Shu boshingizni telefondan ko'tara olmay qoldingiz. Qara, Botir zo'r narsa o'rgatdi. Nima ekan u? Xullas, mashinamni sotaman desam, uyda o'tirib ham sotsangiz bo'ladi deb, mana qara, rasmga oldi-da mashinamni. Joylashtirib qo'ydi. O'shandan beri qo'ng'iroq ketidan qo'ng'iroq tinmaydi-ya. Voy. Mana yana qo'ng'iroq. Mana. Labay? Mashinani sotasizmi? Ha, sotaman. Bo'lish qancha? Ha, e'londa yozilgan-ku. Yaxshi. Men bitta gap aytsam. Ha. Men chet elda ishlayman. Bu yerda ishlab topgan pulimga otamga bir mashina olib bermoqchi edim. Rasmda ko'rinishiga qaraganda mashinangiz ahvoli yaxshiga o'xshaydi. Voy, zo'r. Bironta bo'yoq tegmagan. Juda chiroyli mashina. Otangizga olib bersangizchi, maza qilib minadilar. Yaxshi. Aka, bitta gap. Ha. Men faqat pulni chet eldan to'layman. Plastik kartangiz bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ha, bor. Plastik kartam bor. Unda aka, hozir sizga 2 daqiqada qo'ng'iroq qilaman. Karta nomeringizni aytsangiz, pul tushirib yuboraman. Ha. Xotin, ish pishganga o'xshyapti. Naq chet eldan qo'ng'iroq qilishdi-ya. O'sha yerda ishlab turib, otasiga olib beraman deyapti. Qara, bugun plastikimga zaklab tashlamoqchi ekan. Qoyili adasi. Voy, shunaqa tez pishdimi ishingiz? Ha. Menga qara, hali stol ustida-chi plastik kartam turuvdi. Olib chiqqin, men uni rasmga olib jo'nataman. O'shanga pul tashlab berar ekan. Ha, Labay. Aka, sizni plastik kartangiz telefonga ulanganmi? Ha, shu raqamga ulangan. Unda hozir sizga bir kod boradi. Shuni tasdiqlab yuborsangiz, sizga 1 million tashlab yuboraman. Keling aka. Birato'la qutulganim. 5 million tashlab yuboraman. Ha, mayli. Yaxshi. Hozir sizga SMS boradi. Kuting. Mana adasi. Hozir buni rasmga olib jo'nataman. Qoyilman-e. Mana jo'natdim. Dadasi, texnikani qarang. Uyda o'tirasiz, pulni o'zi keladi-ya. Voy, ana SMS keldi. Qani? Ha, mana. Qara, 5 million olish uchun men tugmani bosing deb yozib qo'yibdi. Ana. Voy adasi. Keyin darrov yangi mashina oling-a. Mashinaga o'rganib qolgansiz. Xotirami xotin? Bu kechdachi yo ertaga yo indinga yangi mashina minaman. Pul tushishini bilib, ishtaha ham ochilib ketar ekan, qara. Sho'ra qilganmiding? Baraka top. Choyingdan qo'y. Choydan iching.
Xo'p aka, xo'p. Aytganingizdek qilib beraman, ha? Yo, juda ham chiroyli qilib beraman, akajon. Bo'ldi. Xo'p. Yaxshi akajon, yaxshi. Bo'pti, rahmat. Ha? Kim ekan? Bu odam Buxorolik tadbirkor ekan, namunali uy-joylar qurar ekan. 20 ta namunali uy-joyga 20 ta darvoza qilib bering deydi. Pulini hozir plastikka tashab beraman. Faqat tezlashtirib buyurtmani bajarib bering deyapti. Do'stingizga qo'ng'iroq qiling, xursand bo'lib ketadilar. Hali pul tushmasdan a? Avval plastikka pul tushsin. Ana undan keyin do'stimga plastikimga pul tushdi, shuncha buyurtma bo'ldi deb uni xursand qilaman. Ana unda haqiqiy xursandchilik bo'ladi. Tushundingmi? Qarang, bitta buyurtmadan ancha foyda olar ekansiz-da. Nimasini aytasan? Shunaqa buyurtmalardan yana 5-6 ta bo'lsa, ancha o'zimni tiklab olardim. Shu ketishda bo'ladi. Bunaqa odamlarga ishingiz yoqsa-chi, yonidagi odamlarga ham tavsiya qiladi. Shuning uchun ham aytaman-da, buyurtmani mustahkam, pishiq, chiroyli qilib beraylik deyman. Tushundingmi? Ana, SMS keldi. Kimdan aka? Sizga pul yuborishmoqchi, qabul qilsangiz, tasdiqlash tugmasini bosing. Bu nima degani? Ha, yozib qo'yibdi-yu. Sizga pul yuborishmoqchi. Agar qabul qilishni istasangiz, tasdiqlash tugmasini bosing deyapti. Unda bosing. Ana. Hozir pul tushadi. Kutamiz. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum. Siz Alisher Akbarovmisiz? Ha? Biz sizni bankdan bezovta qilyapmiz. Plastik kartangizdan pul yechmoqchi bo'lishyapti. Bundan xabaringiz bormi? Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Chunki plastik kartochkam yonimda. Hozirgi vaqtda uyda o'tirgan bo'lsangiz ham plastik kartangizdan pul yechish mumkin. Hech kimga plastik kartangizni kodini aytmaganmidingiz? Yo'q, bitta o'zim bilaman. Zudlik bilan bankka yetib kelishingiz kerak bo'ladi unda. Plastik kartangizni kodini o'zgartirib beramiz. Men ishda edim. Borgunimcha ancha vaqt ketadi. Ungacha yechib olishmasmikin? Unday bo'lsa, hurmatli mijoz, sizni plastik kartangizni kodini hozir o'zida o'zgartirishga harakat qilamiz. Sizga hozir kod boradi. Shuni tasdiqlab yuborsangiz bo'ldi. Xo'p, yaxshi bo'lardi. Plastik kartochkam yonimda. Hozir sizga SMS boradi. Firibgarlar chiqqan. Hisobim 0 bo'lib qoldi. Shuni bo'pti odam. Iya. Ana SMS ham keldi. 5 millionga boy edik xotin. Voy. Plastikimdan pul yechildi. Qara, balki men noto'g'ri ko'rayotgandirman. Hisobim 0 bo'lib qopti. Voy adasi, nega 0 bo'lib qoladi? Tekshiring. Ozmuncha pul bormidi? Men ham shuni aytaman-da, xotin. Mana ko'rsatyapti 00. Yechib olingan. Voy adasi, qanday qilib yechiladi? Plastikingiz o'zingizda bo'lsa yoki kodini bu kimga aytdingizmi? Yo'q. Hech kimga aytmaganman. Ertalab tekshirgandim. O'sha yig'ib qo'ygan pullarim turuvdi. Voy adasi, u kodini bilmaydi-ku. Qanday qilib yechib olishi mumkin? Bilmadim, xotin. Yo, meni plastikimga pul tashamoqchi bo'lgan odam aldaganmikin? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Telefonni o'chirib umuman tusha olmayapman. Plastikingizdagi hamma puli yechildimi? Mana, qaragin. Bir tiyin ham qolgani yo'q, bir tiyin ham. Hamma pulni yechib olgan. Endi nima qilamiz? Ozgina kutaylik. Balkim bankdan xatolik o'tgandir. To'g'ri-ku, lekin rostdan ham yechib olgan bo'lsa-chi? Unaqa dema. Misqollab yiqqan pulimni osongina yo'qotamanmi? Bir yo'li bo'lar. Endi meni rejam nima bo'ladi? Sen shoshmagin.
Xulosa chiqarishga namuncha shoshmasang, avval nima bo'lganini bilaylik. Bu texnika bo'lsa, har bola kutish mumkin bundan. To'g'ri-ku-ya, aniqni qo'shnimiz Mastur opa borlar-yu, o'shalarning plastiklardagi hamma pullarni firibgarlar yechib olishibdi. Qana qilib? Xullas, opoqimning uylariga bir yigit gazdamiz deb kelishibdi. Opoqim soddalik qilib, "Mana plastikim, shundan yechib olinglar" deb, hattoki kodini ham aytibdilar. Xullas, o'sha yigit bor pullarni hammasini yechib olibdi. Menda boshqacha bo'ldi-yu. Birinchidan plastik karta o'zimda. Men ularga kodini aytganim yo'q. Uchinchidan, taxminim bo'yicha noto'g'ri SMS kelgan. Iloyim shunaqa bo'lsin-de. Bo'pti. Amayli, rahmat. Hech qisi yo'q. Ha, xo'jayin. Nima bo'ldi? Ya nima bo'lardi? Mana bank bilan gaplashdim. Birinchidan kartani bloklash uchun kod shart emas ekan. Endi nima bo'ladi, xo'jayin? Bilmadim. O'zing qaramadingmi? Telefon raqami bizaniki emas-ku, chet ellik-ku. Men ahamiyat bermanman-da. Xayolim pulni yo'qotib qo'ymaslikda bo'ldi. Ozgina pishroq bo'lish kerak. Har kuni televizorda ko'rsatishyapti. Firibgarlarning yangi turi chiqqan, internet orqali odamlarning kartasidan pulini yechib olishyapti deb har kuni ogohlantirishyapti. Ehtiyot bo'lmaysanmi, uka? Men ham bunaqa gaplarni eshitganman, lekin mana o'tgan kuni bitta tanishimni xuddi shunaqa yo'l bilan pulini kartasidan yechib olishibdi. Nima? Endi bu pulim yo'q bo'lib ketaveradimi? Bo'ldi, vahima qilmagin. Bir chorasini toparmiz. Yur, ichki ishlarga chiqaylik, balkim o'ttigilar bilar. Bir chorasini topishar. Yur. Assalomu alaykum. Rustam aka, Tohir aka. Salom, yaxshimisan? Qalaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Buyurtmalar nima bo'ldi? Bo'ldi uka, mana sen so'ragan buyurtmalar keldi. Maxsus idishlarga solib berishgan. Shu chet el ro'yxatdan o'tgan sim karta raqamlari. Xizmatingiz. Rahmat. Buni yana buyurtma qiling u yoqqa. Yana 5 ta sim karta qilib bersin. Bo'ldi. Bir narsa so'ramoqchi edim Rustam. Bu nima kerak o'zi senga ukam? Endi tirikchilik. Endi men so'rayotganim bu raqamlarni endi chet elda ishlagan tanishlarimizdan olmanda. Endi ularga ham gap tegib qolmasin deyman, nomiga oladi ular ham. Xavotir olmang, gap tegmaydi. Bemalol ular ham ishlayversin. Bu oddiy, shunchaki pul o'yini. Balkim men ham bir tirikchilik qilarman, aytsang. Xullas, bu o'yin shunaqaki, odamlarga qo'ng'iroq qilaman. Sizdan bu narsa xarid qilmoqchiman deyman. Har xil bahonalar to'qiyman. Plastik kartangizning nomerini bering deyman. Keyin ularga men kod jo'nataman, shu kodni tasdiqlab yuboring, men u yoqdan tusholmayapman sizga deb hakkerlar ishlab chiqqan bir dastur bor. Shu dastur orqali plastik kartalarni buzib, ichidagi pullarni o'zimga o'zlashtirib olaman. Tushunmadim uka. Voy, nima tushunmaysiz? Uyda o'tirib pul topaman. Tushunishim bo'yicha sen odamlarni aldab kartadagi pullarni yechib olgan ekansan-da. Nega aldayman, aka? Ularga shundoq aldaganda tuyulaman xolos. Lekin o'zim halol ishlayapman. Soatlab kompyuterda o'tiraman, har xil bahonalar to'qiyman. Keyin men bunaqangi narsalarga pul topishim kerak, sizga pul berishim kerak. Yaqol. Demak, men tushunishim bo'lsa firibgarlik qilgan ekansan-da. Qanaqa firibgarlik? Bu oddiygina pul o'yini. Siz ishingizni bajaring, bo'ldi. Bu yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Nega tegishli bo'lmasa ekan? Odamlar aldashingga sherik bo'lib qolamanmi? Sherik demaydi buni. Buni biznes sherigi deydi. Kelib, sendagi firibgarga sherik bo'lamanmi? Ol pulingni. Menga qara. Ortingdan yalinadi deb o'ylayapsanmi? Sendagi shuncha pulli-ya. Hozirgi odamlar aqlli bo'lib ketgan. Topib olaman sendagalardan.
Shokir aka, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q. Xullas, og'aynim seni aldashgan. Shu yo'l bilan kartangdagi pullarni yechib olishgan dedi. Uni gapi bo'yicha ular firibgar ekan. Voy, endi nima bo'ladi? Bilmadim onasi, lekin misqollab yiqqan pullarimni kimdir aldov yo'li bilan o'g'irlab olsa alam qilar ekan. Ha, nima bo'ldi adasi? Militsiyaga kirib ariza topshirib chiqyapman xotin. Ularning gapi bo'yicha bu toifa firibgarlar juda ko'payib ketibdi. Eng yomonichi chet eldan qo'ng'iroq qilishar ekan. Nima qilishar ekan adasi, topilarmikin? Unisini bilmadim xotin. Lekin bugundan ishga kirishibdi. Ajab emas topilib qolsa xotin. Topilsin-da adasi. Yangi mashina haydolmayman shekilli onasi. Adasi, nafasingizni shamol uchirsin. Ozgina kutaylik, bir gap bo'lar. Bo'pti. Yur uyga ketdik. Keyinchi adasi, ani qo'shnimiz Botirga yomon gap gapirib o'tirmang. Sani deb bo'ldi deb. Yo'q, nega unga yomon gapiraman? U menga yordam qilmoqchi bo'ldi-yu. Haqiqiy xaridorlarning orasida bunaqa firibgarlar uchrab qolishi kimni ham xayoliga kelibdi xotin? Mayli adasi, yaxshi bo'lar. O'ylamang. Yura qoling. Ha, xotin, xotiraman. Ha, ko'chada ozgina ishlarim bor edi. Ha, xotiraman, sal kechroq boraman. Ha. Kechirasiz, yaxshimisiz? Salom. Va alaykum assalom. Bu bittasi qo'ng'iroq qilib, shu yerga kelishimni aytgandi. Mana lokatsiyaga borgandi. O'sha odam siz emasmi? Yo'q, aksincha, menga ham kimdir qo'ng'iroq qilib, shu yoqqa kelishimni aytdi. Lekin o'zini tanishtirmadi. Voy tavba. Menga ham kimdir qo'ng'iroq qilib, zarur ishim bor. Shu yoqqa keling dedi. Avvaliga hazillashyapti deb o'yladim. Keyin bilasizmi, ovozi yig'lamsirab chiqdi. Kelurdim. Demak, ikkalamizga ham bitta odam qo'ng'iroq qilib gaplashganmi? Shunaqaga o'xshaydi. Bundan chiqdi, o'sha odam ikkalamizni ham taniydi. Menimcha ham shunaqa bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men ismim Shokir. Menimcha sizlar menga qo'ng'iroq qildilaringmi boya? Yana bittaga ko'paydi shekilli. Tushunmadim. Men bu yoqqa kelsam, bu oka kelib qoldilar. Bizga kimdir qo'ng'iroq qilib, shu yoqqa kelishimizni aytibdi. Menga ham kimdir qo'ng'iroq qilib, shu yerda uchrashishimizni aytdi. Yoki kimdir hazillashdimi? Yo'q, agar hazillashgan bo'lsa, nega aynan biz? Yo, biz uchalamizni bog'lab turgan nimadir bormikin? Unisini bilmadim. Sizlarni men chaqirgandim. Siz qo'ng'iroq qildingiz? Nega? Sizlarda gapim bor edi. Bugun shu ishni qilmasam, ertaga kech bo'ladi. Tushuntirib gapiring. Nima gap? Bizani taniysizmi o'zi? Ha, taniyman. Siz odilsiz. Uchtepada turasiz. Ikkita farzandingiz bor. Do'konda sotuvchilik qilasiz. Ha, to'g'ri. Siz bo'lsangiz shokirsiz. Maktabda ustozlik qilasiz. Ishdan keyin esa
Yaqin bir do'stingiz bor, u bilan temirchilik qilasiz. Ha, to'g'ri. Siz Alishersiz. Yaxshi nufuzli firmada ishlaysiz. Topadigan maoshingiz ham yaxshigina. To'g'ri. Lekin biz haqimizda qayerdan bilasiz? Men ijtimoiy tarmoqdagi profilinglarni buzib kirganman. U yerda kim bilan gaplashgansizlar, nima yozgansizlar hammasini o'qib chiqqanman. Xullas, meni o'ljamga aylangansizlar. Hey, tushuntirib gapiring, qanaqa o'lja? Gap ochig'i, bundan 1 yil oldin firibgarlik yo'liga kirib qolganman. Odamlarni plastik kartalarini buzib kirib, pullarini o'zlashtirib olardim. Birinchi o'ljalarim sizlar bo'lgansizlar. Plastik kartangizdagi pullarni men o'g'irlagan. O'sha iflosman men. Voy, hali o'sha marazsanmiding? Bachasan marazzi. To'xtang. Avval eshitaylikchi. Xo'sh, nega chaqirding bizni? Birovning haqqi birovga yuqmas ekan. O'shandan keyin yana ko'p odamlarni aldadim. Pullarini o'zlashtirib oldim. Harom yo molga, yo jonga urar ekan. Malika esa jonga urdi. 6 yoshli bolam ko'chada o'ynab yurganda mashina urib ketdi. Nogiron bo'lib qoldi. Xotinim bo'lsa kecha-yu kunduz yig'layverib, siqilaverib yurak kasaliga uchrab qoldi. O'zim esa rekord turib oldim. O'zi Xudo urib qo'yibdi-yu seni. Tag'in bizani chaqirganingni ko'r. Nima? Kechirishadi deb o'yladingmi? Imkonini qilsanglar kechiringlar. O'sha vaqtda yangi mashina minaman deb yig'ayotgan pullarim edi. Samaras iflosdi deb men orzularimdan voz kechdim. Men ro'zg'orimdan qayirib, o'g'limni kontraktiga to'layman deb yig'ayotgan pulim edi. Shuni oqibatida qancha siqildim. Men onamlarni umraga olib boraman deb yig'ayotgan pulim edi. Sen pullarni o'g'irlaganingdan keyin xo'jayin o'zini yonidan umra safarini onamlarga hadya qildi. Qarang, kimdir savob topish orzusida yashasa, kimdir harom, xarij pul topish ilinjida. Sadqai odam. Akalar, iltimos meni kechiringlar. Pulinglarni qaytaraman. Menga kerak emas o'sha pul. Bolangga ishlat o'sha pullarni. Menga ham kerak emas. Telefoningdan meni telefon raqamimni o'chirib tasha. Sandaqa ifloslarning telefon raqami meni telefonimda chiqishini istamayman. Iflos. Akajon. Hech bo'lmasa siz kechirdim deng, iltimos sizdan. Akalar. Kechirdim deylar. Qiyomatda nima deyman? Kechiringlar, nima deyman? Aytang, kechiringlar. Kechiring. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yolsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men. Askarchikam yonimda. Hozir sizga SMS boradi. Firibgarlar chiqqan. Hisobim 0 bo'lib qoldi. Ha, birovning haqqidan qo'rqmaydigan insonlar ham bor oramizda. Biz ijodiy guruhimiz bilan ushbu ko'rsatuvni suratga olayotgan vaqtimizda kelishilgan holda oxirgi pushaymon sahnasini qo'shdik. Chunki birovning haqqi birovga yuqmaydi. Bu oxiri xorlikka,
zo'rlikka olib keladi. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlar, mulohaza, taklif, istaklar va kadr orti lavhalarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqdagi quyidagi manzillarimizga murojaat qiling. Eng asosiysi oqibat yo'qolmasin. Omon bo'ling. Qadri yo'q Alloh nazdida, qazo vaqti kelmagan hali fursat bor. G'isht qo'yishni boshlaylik oxir qasriga. Biz kelganmiz bu dunyoga imtihon uchun. Pashsha qanotchalik qadri yo'q Alloh nazdida.